Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar, hurmatli obunachilar. Aynan Mayka Veggie mahsulotimiz tarkibida 20 tadan ortiq bo'lgan eriydigan va erimaydigan kletchatkadan iborat bo'lgan maxsus ich qotishiga qarshi ozdiruvchi detoks mahsulotimiz hisoblanadi. Bu bundan tashqari xolesterin miqdorini kamaytirish, ko'krak onkologiyani oldini olish hamda yo'g'on ichak saratonining oldini olish qobiliyatiga ham ega. Buni o'zini maxsus qoshiqchalar yordamida xuddi shunaqangi mana ikkita qoshig'ini olib aralashtiramiz. Bu eriydigan, erimaydigan kletchatkaga boy 20 dan ortiq o'simlik, meva, sabzavot, qo'ziqorinlar aralashmasi. Tez aralashtirilgan holatda buni tez ichamiz. Kletchatka, eriydigan kletchatka ichaklarimiz uchun juda ham foydali. Ichak mikroorganizmlarini yashashiga yaxshi yordam beradi. Erimaydigani esa ich qotishlarini oldini oladi. Buni ichib bo'lgandan keyin orqasidan ham yana xuddi shunaqa miqdorda suv ichadigan bo'lsangiz, bu bo'kadi hamda sizga to'qlik hissini beradi. Mana ajoyib ichimlik, mazasi ham o'zgacha. Juda ham xushtam. Yana ham ozish jarayonini tezlashtirmoqchi bo'lsangiz, morichina, noni hamda garsina aralashmasi bemalol 2 qoshiqni aralashtirib olsangiz ham bo'ladi. Sumalakka o'xshagan, bu ham juda ham zo'r ta'm beradi. Ertalabga ichingiz kelishni boshlaydi. Detoks ertalabki kechki ovqat o'rniga xuddi shuni o'zini yeb qo'ysangiz ham, ichib qo'ysangiz ham bo'ladi. Juda ham yaxshi effektini ko'rasizlar. Xuddi shunaqangi narsa. Hammaga yoqimli ishtaha.